بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسى عليه السلام kunlardan bir kuni Alloh subhanahu va taologa ey Robbim jannatda menga kim qo'shni bo'lishligini menga bildirgin deb so'radi. Robbimiz azza va jalla Musa alayhisalomga uning qo'shnisi bir yosh yigit bo'lishligini, hozir qaysidir bir qishloqda oddiy bir qassob ekanligini xabarini berdi. Tabiiyki azizlar, Musa alayhisalom buyuk bir payg'ambar. Tavrot kitobi mana shu zotga nozil bo'lgan. Mana shunday ulug' bir maqomdagi payg'ambar bo'lgan ulug' zot jannatda o'ziga kim qo'shni bo'lishligini so'rayapti-yu va qo'shni bo'ladigan odam hozir tirik ekanligini bildi. Albatta buni ko'rgisi keladilarda. Uni borib ko'ray, qaysi amali bilan u jannatga tushadi-yu va qaysi amali uni payg'ambardek ulug' bir zotga qo'shni qiladi deb o'ylab qoldilar. Izlab borsalar haqiqatda bir qishloqda u yigit qassobchilik qilar ekan. Uni oldida bir qancha vaqt ishlarini kuzatib Musa alayhisalom birga o'tirdilar. Go'shtlarini sotib bo'lgandan keyin ozginagina go'shtdan o'ziga nasiba oldi-da Musa alayhisalomning oldilariga chiqdi. Musa alayhisalom orqasidan poylab borib, uyiga yetib borganda u yigitdan iltimos qildiki, uyingizda Alloh uchun mehmon bo'lsam dedi. Yigit, "Marhaba, xush kelibsiz" dedilar. Musa alayhisalom o'zlarini payg'ambar ekanliklarini aytmadilar. Musa alayhisalomni o'tkazib, yonlariga dasturxonni solib, taom pishirib kelgandan keyin qo'llariga idishlarga solingan taomni olib keldi-da, uyni bir burchagida yuqoriga ilib qo'yilgan bir savatchani oldi. Musa alayhisalom qarab turibdi, bir uzoqdan nimaligini ko'rmay hayron bo'ldilar. U savatchani ichidan kiyimlarni oldi, tozaladi, so'ng taomlardan olib o'zi og'zida solib chaynab bu yerdagi zotga ovqat yegizdi. Keyin biroz duo qilib ilib qo'ydi yana joyiga. Qaytib kelgandan keyin Musa alayhisalom hayron bo'ldi. "Ey bolam, men hayronman. Alloh uchun mehmon bo'lib keldim, taom pishirdingiz, lekin odatda taomni birinchi mehmonga berar edi. Siz mana bu savatdagiga berdingiz. U nima edi? Men tushunmadim" dedi. Shunda u yigit, "Ey Allohning mehmoni" dedi. "Men sizni ranjitishlik niyatida emasman. Haqiqatda taomni birinchi sizga bermoqligim lozim edi, ammo tarki odat bo'ladi. Bu savatchada u nima edi deyotganingiz, bu meni onam bo'ladilar. Onamni yoshlari juda katta bo'lib, kichkinagina bo'lib qolganlar. Mana shu savatga solib ehtiyot qilaman. Xizmatkor olay desam, mablag'im yetmaydi. Taomda onamga xuddi men yoshligimda tishlarim yo'qlik mahalda qanday chaynab yegizgan bo'lsalar, mana shunday yumshatib onamga ovqat yegizaman. To onamga ovqat yegizib bo'lmagunimga qadar men ovqat yeya olmayman" dedi. Musa alayhisalom hayratlanib ketdilar. "Orqasidan duo qildingiz, bolam? Nima deb duo qildingiz?" dedi. Shunda u yigit aytdiki, "Men duo qilmayman, amin deb turaman. Duoni onam qiladilar" dedi. "Nima deb duo qildi?" dedilar Musa alayhisalom. "Har safar men onamga ovqat yegizib, onamni parvarish qilganimdan keyin onam qo'llarini ochib, bolam, men sendan roziman. Ilohim jannatga kirgin, jannatda Musa payg'ambarga qo'shni bo'lgin deb duo qiladi" dedilar. Bu gapni eshitar ekan, Musa alayhisalomning ko'zlariga yosh keldi. "Onangni duosi mustajab bo'libdi" dedilar. "Men o'sha Musa payg'ambar bo'laman. Sen menga jannatda qo'shni bo'lishingni Alloh menga bildirdi" dedilar. Azizlar, onaning duosi jannat darvozasi. Siz ham mana shunday qiling. Onangizga mehr ko'rsating, taom yegizing, duosini oling, jannati bo'lib oling. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam jannat onalarning oyog'i ostidadir deb bekorga aytmaganlar. Alloh hamma onasi borlarni mana shunday baxt bilan o'zi mukofotlagan bo'lsin. Tarixdan namuna. Birinchi misol. Insonlar azaldan vatanga xiyonat qilishni eng yomon jazoga loyiq qabihlik deb bilganlar. Ibn Hisham rahmatullohi alayh o'zining mashhur va mo'tabar siyrat kitobida quyidagilarni keltirgan. Abraha bir ibodatxona qurdirdi. U hojilarni Baytullohga emas, o'zi qurdirgan o'sha ibodatxonaga burib yuborishni xohlardi. Shunda arablardan bir kishi borib, najosat chiqarib, uning devoriga surkaydi. G'azablangan Abraha esa
Ka'bani buzishni qasd qilib, uning uchun qo'shin va fillarni yo'lga hozirlaydi. Toifga yetganlarida Mas'ud ibn Mat'ab chiqib, "Ey podshoh, albatta biz sening qullaringmiz. Senga quloq solamiz, senga itoat qilamiz. Biz senga yo'l ko'rsatadigan kishini jo'natamiz", dedi. Uning oldiga Abu Rig'olni Makkagacha yo'l ko'rsatuvchi qilib yuborishdi. Yo'lda Abu Rig'ol vafot etdi. Arablar uning qabrini toshbo'ron qilishdi. O'sha toshbo'ron qilingan qabr Mug'ammasda joylashgan. Shunday qilib, qadim arab tarixida Abu Rig'oldan boshqa biror bir inson xoin sifatida tanilmagan. Ikkinchi misol. Xoinlardan biri Napoleonga o'z vatani askarlari tayyorgarligi to'g'risidagi muhim xabarni yetkazdi. Napoleon uni katta xursandchilik bilan qarshi oldi. Chunki bu sir keyinchalik Napoleonni urushda g'olib bo'lishida xizmat qilardi. Shunday ham bo'ldi. G'alabadan so'ng Napoleon xoinga g'azab bilan yuzlandi. Otidan tushmay, bir hamyonni chiqarib u tomon otdi. "Molga hojat yo'q. Maqsadim imperator bilan qo'l olib ko'rishish xolos", dedi xoin. Napoleon esa vataniga xiyonat qiladigan, millatini zarari uchun dushmaniga tilyog'lamalik qiladigan kishiga faqat mol beriladi. Imperatorning qo'liga kelsak, uni ishonchli, oliyjanob kishilargina ushlaydi. Shahri va vataniga xoinlik qiladigan kishi otasining uyidan o'g'rilarni taomlantirish uchun o'g'irlik qilgan kishiga o'xshaydi. Na uni otasi kechiradi, na o'g'rilar mukofotlaydi. Napoleon. Vatanga xiyonat. Ulamolar fatvolaridan. Hasan Ma'mun, Misr Arab Respublikasi sobiq muftiysi. Muftiy janoblari vataniga xiyonat qilayotgan musulmonlar borasida islom shariatining hukmi qanday degan savollarga quyidagicha javob beradi. Islom shariati har bir musulmonga o'z vataniga qaratilgan har qanday dushmanlikka qarshi yurtdoshlari bilan birgalikda yelkama-yelka turishlikni vojib qiladi. Alloh aytadi: "Ushbu birgina millat sizlarning millatlaringiz va men Robbilaringiz va menga ibodat qilinglar." Anbiyo surasi 92-oyat. Agar musulmonlar tinch totuv yashayotgan mamlakatga boshqa bir xorijiy hukumat tomonidan to'liq yoki qisman bosib olish niyatida yo boshqa sabab bilan zo'ravonlik sodir etilsa, mazkur mamlakat musulmonlarning har biriga ushbu bosqinchilikka qarshi kurashishlari farz bo'ladi. Bu vojibni bajarishda beparvolikka yo'l qo'ysa, diniga va vataniga xiyonat qilgan hisoblanadi. Ayniqsa, dushmanlariga moyillik ko'rsatgan va qaysi yo'l bilan bo'lsa-da ularni qo'llab-quvvatlaganlar haqiqiy din xoini bo'ladi. Vatanga va dinga qilingan xiyonatni islom qattiq qoralaydi. U yuz bergan vaqtda jinoyatchini tiyib qo'yadigan, uning yomonligidan musulmonlarni himoya qiladigan va boshqalarni bu ishdan to'xtatib qola oladigan jazoni qo'llash hukumat rahbarlariga havola etiladi. Mazkur jinoyatning kriteriyallarini islom shariati belgilab bermadi. Uni belgilashni rahbarlarga qoldirdi. Demak, vatanfurushlarning jazosi mamlakat rahbarlarining hukmiga havola bo'lib, qilmishlariga yarasha jazo berishni islom dini ularga topshirgan. Ibn Obidin kitobining 3-qismida bunday deyilgan: jihod dushman hujum qilgan holatda har bir shaxsning majburiyati, ya'ni farzi aynga aylanadi. Bunda, ya'ni dushman yurtga bostirib kirganda vatan himoyasi uchun barcha kurashadi. Mazkur holat ushbu mamlakat aholisi uchun umumiy safarbarlik deyiladi. Musulmonlardan bu fikrga qo'shilmagan birortasini bilmayman. Oyati karima ham agar kofirlar musulmonlarga qarshi zo'ravonlikni boshlab jang qilsalar, ular bilan urushish vojib ekanligini bayon qiladi. Alloh taolo aytadi:
sizlar bilan urushayotganlar bilan Alloh yo'lida jang qilingiz, lekin haddan oshmangiz. Zero Alloh haddan oshuvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Ularni qayerda topsangiz o'ldiring va sizlarni chiqarib yuborishgan joydan chiqarib tashlang. Fitna qo'zg'ash o'ldirishdan yomonroqdir. Masjidul Haromda toki o'zlari sizlar bilan jang qilmagunlariga qadar ular bilan jang qilmang. Agar to'xtasalar, Alloh mag'firatli va rahmdil zotdir. Sizlar fitna bo'lmasligi va din Allohga xos bo'lsin uchun ular bilan urushing. Agar to'xtasalar, sizlar ham to'xtanglar, zero zolimlardan boshqalarga zo'ravonlik yo'q. Baqara surasi 190-193 oyatlar. Vatanga xiyonat va dushmanlik qilish mumkin emas. Dr. Zakiy Usmon, Azhar universiteti Islom madaniyati fakulteti ustozi, inson qanchalar zulm va qahrga yo'liqmasin, o'z vataniga dushmanlik qilishi, uning qadriyatlariga qo'shtirnoq ichida ega chiqishi, boyliklarni behuda sovurishi mumkin emas. Shuningdek, musulmon ham o'z vataniga xiyonat qilishi yoki uni qancha pul berilsa-da sotishi mumkin emas. Chunki zulm vatani tomonidan emas, o'ziga o'xshagan inson tomonidan bo'ladi. Vatan esa o'z fuqarolaridan g'animlar qanchalik qo'shtirnoq ichida isloh qilish shiorlarini ko'tarib chiqmasin, biz bugun ko'rayotgan behuda ishlar va vayronagarchiliklarga haqli emas. Bas, buzg'unchilik qilish, vatanlarni vayron etish bilan yer yuzini o'nglash mumkin emas. Uchinchi bob. Vatan himoyasi oliy fazilat. Dalil va hujjatlar, hikmatlar. Dalil va hujjatlar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki ko'zni hargiz do'zax o't tutmaydi. Allohning yo'lida musulmonlarni qo'riqlab tong ottirgan ko'z va Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z dedilar. Abu Ya'la rivoyati, hadis sanadidagi kishilar ishonchlidir. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim. Ikki ko'zni do'zax o'ti tutmaydi. Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z va Allohning yo'lida qo'riqlab tong ottirgan ko'z dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, sizlarga Laylatul Qadrdan afzal kecha haqida xabar beraymi? U ahliga qaytmaslik ehtimoli bor, xavfli yerda posbonlik qilgan qo'riqchining kechasidir dedilar. Imom Hokim va Bayhaqiy rivoyati, sahih hadis. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Allohning yo'lida biroz turish Hajarul Aswadning yonida Qadr kechasini qoyim qilishdan afzaldir dedilar. Ibn Hibbon va Bayhaqiy rivoyati, sahih hadis. Musulmonlarning qonlari, obro'lari, yurtlari, mollari yu jonlarini saqlash uchun uxlamay tong ottirgan kishiga shunday ulkan daraja berilar ekan. Qadr kechasini qoyim qilib, uxlamay, garchi bu bedorlik Hajarul Aswadning oldida bo'lsa ham, uning foyda, savobi o'sha odamning o'ziga bo'ladi. Vatan sarhadlarini qo'riqlashning foydasi esa ko'pchilikka va jamiyatga ham yetadi. Hikmatlar. Vatan muhabbati dabdaba va hasham emas, balki u dushmanlarga qarshi yurt himoyasida turishday vojib sanalgan, undan uzursiz qolib bo'lmaydigan shar'iy vojib amaldir. Ikki kishini tarix esdan chiqarmaydi.
vatan himoyachisi va vatan xoinini. Ulamolar vatanni sevish va uni himoya qilishni shar'iy vojib deydilar. Islom vatanga muhabbat qo'yish va mansublikni aqidaning bir bo'lagi etib, vatan tuprog'ini himoya qilishni muqaddas burch qilib qo'ydi. Amr ibn Dinor roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U Jabir ibn Abdullohdan ushbu hadisni eshitganini rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Ma'badning bog'iga kirib, "Ey Ummu Ma'bad, bu xurmoni kim ekkan? Musulmonmi yoki kofir?" deb so'radilar. "Musulmon ekkan", dedi Ummu Ma'bad. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, qaysi bir musulmon daraxt eksa, undan insonmi, hayvonmi, qushmi yesa, u uchun qiyomatga qadar sadaqa bo'ladi, dedilar. Ubaydulloh ibn Mihson Ansori Xotmiy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kim manzili tinch, tani salomat, bir kecha kunduzlik ozuqasi bor holda tong ottirsa, go'yo unga butun dunyo to'laligicha berilibdi, dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Hadis-i sharifning hayotimizdagi o'rniga bir e'tibor qarataylik. Ertalab uyqudan turib, ko'zimizni ochdik. Demak, hayot ekanmiz. Alloh yana yashash imkonini beribdi. So'ng atrofga qaraymiz. Hamma joy tinch, osuda, uy ham tinch. O'g'ri tushmagan, dushmanning xavfi yo'q. Birov eshigimizni taqillatib bezovta qilmagan. O'zimizga qaraymiz. Tanimiz salomat, a'zolardan shikoyat yo'q. Uyimizda esa qornimiz to'yadigan oziq-ovqatimiz bor. Dam oladigan uyimizga egamiz. Birovga yalinmaymiz. Dunyoda inson uchun bundan ortiq ne'mat bormi? Shukr keltirish haqida ham ikki og'iz so'z. Alloh taolo o'z kalomida bunday deydi: "Qasamki, agar shukr qilsangiz, albatta sizga ziyoda qilurman." Ibrohim surasi 7-oyat. Ulug'lar hayotidan misol keltirsak, Ibn Abul Havariy rahmatullohi alayhi aytadi: ko'pincha Fuzayl ibn Iyoz bilan Sufyon ibn Uyayna Alloh taoloning bergan ne'matlarini sanab tong ottirar edilar. Yaratganning bergan ne'matlarini sanab, e'tirof qilib va mana shu ne'matlar qadrini, samarasini amaliy hayotda ko'rsatib yashashimiz ham qarz, ham farzdir. Jannat monand vatanda, musaffo osmon ostida yashash baxtini bergan Alloh taologa qancha shukrona keltirsak ham oz. 4-bob. Vatanga xiyonat og'ir jinoyat. Xiyonat qilish katta gunohdir. Vatanga xiyonat og'ir jinoyat. Tarixdan namuna. Vatanga xiyonat. Vatanga xiyonat va dushmanlik qilish mumkin emas. Xiyonat qilish katta gunohdir. Xiyonat eng razil, eng jirkanch, bir necha yomonliklarni o'zida mujassam qilgan qabih amaldir. Xiyonat vafodorlikning ziddidagi ish bo'lib, gunohi kabiralardan hisoblanadi. Alloh taolo bu illatdan qattiq qaytargan. Xiyonatni va xiyonatchini Alloh suymaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha la yuhibbul xoinin. Albatta, Alloh xoinlarni sevmas. Anfal surasi 58-oyat. Xiyonat munofiqlikning belgilaridan biri hisoblanadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam, munofiqning belgisi 3tadir. Gapirsa yolg'on gapiradi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi va va'da bersa bajarmaydi, dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam duolarda xiyonatdan panoh so'rab,
ey Allohim, men sendan xiyonatdan panoh so'rayman, chunki u yomon xislatdir, der edilar. Xiyonatning eng yomon ko'rinishlari Allohga, Rasuliga, insonlarga, ne'matlarga va vatanga xiyonat qilishdir. Vatanga xiyonat Allohga va Rasulullohga qilingan xiyonatdir. Chunki Alloh va uning rasuli yaxshilik qilishga, vafodor bo'lishga, ne'matlarni qadrlash va shukrini ado etishga chaqiradi. Vatan xoini, dinni o'yin qiluvchi, odamlar tinchini buzuvchi, obod joylarni barbod qiluvchi, eng asosiysi, insonlar bilan vatani va jamiyati o'rtasidagi aloqalarni uzishga targ'ib qiluvchi kimsadir. Quyida vatan xoini kim, uning qanday sifatlari bor, xoinlikning oqibati va xunuk xotimasi qanday degan savollarga javob olamiz.